Bu o'yinda sizda atiga 5 kun bor. Ammo xato qilsangiz, Granny sizni topadi va qochishga yo'l yo'q. Salom, bugun Granny tarixi haqida gaplashamiz. U qayerdan paydo bo'ldi, nega odamlar undan qo'rqadi, lekin baribir o'ynashni to'xtamaydi. Videoni oxirigacha ko'ring. Granny haqida siz bilmagan sirli, qiziqarli faktlar. O'yin yaratuvchilari Developer 2017-yilda Android va iOS uchun chiqarilgan o'yini dastlab kichik loyiha edi, lekin YouTube'da dahshatli real o'ynash videolari trendga kirib ketdi. Mashhur YouTuberlar bu o'yinni o'ynay boshladi va ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishdi. Oddiy grafika, lekin kuchli atmosfera, qochish va yashirinish mexanikasi uni ommabop qildi. Qiziqarli faktlar. Granny 2 Slindra bilan bog'liq hikoyasi bor. Granny aslida Slindra oilasidan ilhomlangan. O'yinning dahshatli tovushlari kampir degan so'zi trendga aylandi. Bu oddiy bir uy, ammo siz bu yerda aslikdasiz va sizni tutib olmoqchi bo'lgan bir kampir bor. Bu o'yinda siz tirik ketishingiz kerak. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'ring, chunki Granny'ning uyi hayotda qanday ko'rinishi bo'lishi ham videosi bor va Granny haqida qo'rqinchli haqiqatlar ham bor. Ular hammasini birgalikda videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsangizgina tushuna olasiz. Qancha daromad qilgan? Aniq rasmiy raqamlar e'lon qilinmagan, lekin taxminlarga ko'ra Granny mobilniy o'yini 2018-yildan 2021-yillar oralig'ida $1 million daromad qilgan va shularning ichida 20 milliondan ortiq yuklab olingan. Hozirgi kunga kelib esa 100 milliondan ortiq yuklab olingan va Play Marketdagi yulduzchasi Toru 1. Razrabochiga aytishiga qaraganda Granny o'yini yaratish uchun bir necha hafta ketgan. Chunki u ilgari yaratilgan Slindra dvijogidan foydalangan. O'yin zaminida bir kishilik loyiha bo'lgan. Ishlab chiqaruvchilar soddaroq, lekin aqlli tarzda tuzilgan. 2018-yilda App Store va Play Market trend o'yinlari ro'yxatida birinchi o'rinda turgan. Endi eng qo'rqinchli joyga keldik. O'yin real hayotdan olingan bo'lishi mumkin. Lekin tasdiqlanmagan bu xabar. Yaratuvchi Granny'ni yaratishdan Shadev qishlog'idagi eski tashlandiq uydan ilhomlangani taxmin qilinadi. U yerda bir ayol yolg'iz yashagan va u haqida ko'plab afsonalar bo'lgan. O'yinning 5 kuni jin chaqirilgan kunmi? Gamerlar o'rtasida mashhur nazariya. 5 kun Granny'ning kuchayib tezlashib ketadi. U esa o'yinni ichida jin chaqirilgan kun degan sirli nazariyalar paydo qilingan. Keling endi eng qo'rqinchlardan birini aytaman. Siz oldin videoga like bosing, haligacha bosmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Dasturchi razrabochilar internetda juda kam ko'rinadi. Ular haqida deyarli hech qanday shaxsiy ma'lumotlar yo'q. Bu esa fanatlar o'rtasidagi uning haqiqiy Granny dunyosini yaratuvchisi deb e'tirof etilishiga sabab bo'lgan. Bu o'yinni faqatgina bitta razrabochi ishlab chiqargan. Granny o'zi haqida xabar yozadi. U devorlari yoki kitoblarda ba'zan "meni tashlab ketma" kabi yozuvlar bor. Bu Granny ichki dramatik holatlarni ko'rsatadi. Ehtimol u ilgari oddiy ayol bo'lgan. Granny o'yinchilarni darhol qo'rqitmaydi. Aksincha, vaqt o'tgan sari bosimni oshirib boradi. Yuragingiz asta-sekin tepalikka chiqadi. Bu esa uni boshqa horror o'yinlaridan ajratib turadi. Bu o'yin bolalarni ongini buzib qo'ygan. Ya'ni ko'plab ota-onalar bu o'yinning qo'rqinchli darajasi past deb hisoblashgan. Ammo 5 yoshda kichik bolalar bu o'yinni uyqusizlik, bezovtalik va fobiya keltirib chiqargan. Bu o'yin esa yoshlarga mo'ljallanmaganligini isbotlaydi. Va Play Marketlarda ham o'yinni tepasi qismida ma'lumotlar qatorida 12+ deb yozib qo'yishgan. Xulosa qilsak, Granny o'yini oddiy bir qo'rqinchli o'yin emas. Bu ruhiy bosim, jumboqlar, sirli belgilar va psixologik effektlarga boy dahshatli darajada. O'yinning katta siri Granny'ning o'zi.
U oddiy kampir emas, balki o'zining zulmatli o'tmishiga qamrab olgan la'natlangan ruh. Shunday qilib aytganda, agar siz videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz Granny o'yinini yaxshi ko'rasiz. Izohlarda yozib qoldiring, keyingi o'yinlarimiz nima haqida bo'lsa. Albatta, hammangizni izohingizni o'qib chiqaman. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat deb qolaman. Doimo sog' salomat bo'ling.